Ey, teacher, mana bu qishloqqa ham keldi. Ketdi orqamdan yordamlashaverasan. Ey, nima kelmayapsan orqamdan? Grifer bari boshqalarga ishim yo'q deb chaqirdi. O'zi mana bu qishloqqa. Ittingga yordamlashaveraman deb. Nima qilish kerak endi Grifer? Qara, men hozir kompot qishlog'ini grifech qilmoqchiman. 13-qishloqni, lekin umuman grifech qilolmayman. Chunki bu qishloqda qanaqadir bilmayman nima bo'lyapti. Dinamit qo'yolmayman negadir. Dinamit qo'yolmayapsan. Demak, bundan xavfsizlik tizimi bor deydi. O'ylamading shuni. Xavfsizlik nima qilish kerak endi? Buni qanaqa o'chirish kerak? Iltimos, hech yordamlashib olgan teacher Sahir. Bilasan-ku, hamma narsani o'chirishi. Bilaman, to'g'ri xavfsizlik tizimini o'chirishi bo'yicha yordamlashib beraman senga. O, rahmat sen kattakon, teacher zo'r bo'lardi. Dinamit qo'yolmayman deb bo'shlig'i negadir. Bo'lmasa bu yerda xavfsizlik tizimi bor ekan. O'chirolmayman u, lekin Grifer qara o'chmayapti. Ey, teachermisan? O'zi kimsan? O'chirib bergin iltimos. Navoy bo'lmasam och. Grifer o'chmayapti bu. Boshqa qanaqadir juda ham ikkitani yoqib qo'ygan xavfsizlik tizimini. Buni o'chirolmayman Grifer. Hech qanaqa teacher emas ekansan, oddiy narsani o'chirolmasin dema. Ey, to'xta, Grifer boshqa yo'li bo'lishi kerak buni ham. Boshqa yo'li bo'lishi kerak. O'yla teacher. To'xta. Grifer, sen rosa qo'l bilan qo'yapsan. Sen chiychina. Qatimdan qo'yaman, teacher o'ylab ko'rgan boshqa yo'li bormi buni? Boshqa yo'li bor Grifer. Hozir bitta ko'pterli bo'y qishloqni portlataverasan dinamit qo'yolsan. Hozir Grifer to'xtab turgan. Qanaqa yo'li bor ekan, bo'lmasam sabr qilib turgan, ko'rsaman senga. Sabr qilib turgan teacher. Buni teraman, buni bo'ldi. Hammaga salom do'stlar, men otam Kampo, deng jim yig'ish kelibsizlar do'stlar. Bugun ishlarim juda ham ko'payib yotibdi. Chunki men hamma narsa qilishim kerak, qarz berishim kerak, qaytarib berishim kerak, ish qilishim kerak. Buni men sizlar bilan qilaman. Shuning uchun video yoqdim, qaranglar. Mana Matigani bitta qishloqqa berib kelishim kerak. Oq qishloqiga, yana siyoh rangli qishloqiga oylik tushadi deganimda, o'shandan keyin qarz beraman senga dedim. Shuning uchun menga bugun oylik tush kerak. Merga ham borib kelishim kerak, oylik olish uchun qarz berish kerak siyoh rangli qishloqiga. O'zimni dehqonlik ishimni ham qilishim kerak. Shuning uchun ishlarim juda ham ko'payib ketdi. Yana uyimni yig'ishtirishim kerak do'stlar. Uyim ham kirib bo'lib ketdi. Shuning uchun video yoqdim, sizlar bilan qilaman deb. Nima do'stlar? To'xtanglar, bu to'xtanglar. Dinamitmi bu? To'xtanglar, dinamit qanaqa qilib? Kim bo'tdi? Kim bor bo'tdi? Kim qo'yapti dinamitni? Obbo do'stlar, kim qo'yapti bu dinamitni? Nima dinamit? Qanaqa qilib do'stlar? Tushunmadim. Nimaga orqamdan yuribdi bu dinamit? To'xtanglar, nima orqamdan yuribdi? Qani ko'ringlarchi. Voy, rostdan orqamdan yuribdi bu chinchi. Voy do'stlar, izbotdim bu endi haqiqiy chinchi. Voy do'stlar, nima bo'pti? Chinchi mumkin emas, bizdan qishloq tez olib tashashim kerak. Obbo, nam chaqsam deyapti. Nimaga orqamdan yuribdi bu chinchi? Obbo do'stlar, nima bu endi? Bizani nima? Chinchi yana oliv rangli chinchi. Tushunmadim. Qanaqa qilib oliv rangli chinchi yana paydo bo'ladi? Ey, olib tashash kerak, bizdan qishloqda mumkin emas-ku chinchi axir. Nega oliv rangli chinchi paydo bo'lib qoldi endi? Tushunmadim. Nima bo'pti? Orqamdan yuribdi? Yomonsan deb yotyapti bu. Qanaqadir bugmi bu Minecraftda? Nima bo'pti o'zi? Nimaga izimdan yuribdi bu? Mayli, boshqadan kirib chiqaychi Minecraftda. Balkim shu yordam berar. Hozir do'stlar qaytaman. Ana bo'ldi, qaytdim. Nimaga yana saro dinamitlar paydo bo'lib qoldi? Obbo do'stlar, to'xtanglar. Boshida qizil paydo bo'ldi, keyin oliv rang, keyin saro paydo bo'ldi. Nimaga bunaqa bo'layotgan ekan? Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Nimaga izimdan yuribdi? Birinchi qizil, keyin oliv rang, keyin saro. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Nimaga izimdan yuribdi bu dinamitlar? Obbo, hamma yonni dinamit qo'rdim. Mayli, boshqa rejalarimmi? Baribir qilaman rejalarimni. Men birinchi bo'lib men ishim qoldi, keyin boshqa rejalarimni ham quraman. Mayli, ketdim, men ishimni qilishim kerak. Davay bo'lmasa Matiga olaman, almazli Matiga keyin izimlarim ham olishim kerak qarz berish uchun. O'sha oylik olganimdan berib yuboraman qarzimni. Mayli bo'lmasa ish qilib. Bu yuz nima bog'laringga tushmayapti do'stlar? Bog'laringga tushmayapti chinchilar. Mana shu turaman endi, mana shu ishim. Nunda tushunarli. Obbo, yonmasam deyapti, lekin shu kim urushib beradi? Yo'q, hozir mana buni qaranglar, chinchilar yotibdi. Yo'q, ish qilishga bermas ekan bu meni. Ketdim, men qishloqlarning rejalarini bajarib kerak. Men rejalarni bajarib kerak ekan, nimadir qilaman bu savol bilan. Qanaqa bo'lib, nima yashil? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing.
va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nimaga endi yashil dinamitlar paydo bo'lyapti? Mayli, birinchi rejalarim bajarib oldik, keyin ko'ramiz bu narsa bilan. Ey, kapot. Tushunmadim, nimaga orqangdan rang-barangli dinamit yuribdi? Keyinroq tushuntiraman, keyinroq tushuntiraman. O'zim ham bilmagan yuribdi. Mana siyoh rangli qishloqqa ham keldim. Salom siyoh rangli qishloqqa. Uzr uyni. Kapot, nima bu? Mana o'sha aytmoqman, siyoh rangli qishloqqa nima yuribdi orqasida? O'zim ham bilmagan nimaligini qattamnaqa paydo bo'lib qolgan dinamitlar. Siyoh rangli qishloqqa sanga qarz berishga kelgandim. Kapot, ya'ni izumrudlari dinamitdan emasmi? Yo'q, qanaqa dinamit, qancha kerak edi sanga izumrud? O'nta beravering, kapot. Voy, ko'p, mayli sanga beraveraman. Mana hozir o'zimga 6 topib qoldi, keyin sanga 10 ta beraman. Mana ol. Rahmat, kapot. Bo'psalagam rahmat. Uzr o'yini bilan qilib qo'yganing mayli, tezroq mirdan so'raychi. Qattamnaqa paydo bo'lib qoldi. Mir, ocha qol, davay, ochiq ekan eshik. Mayli, salom mir. Kapot, nimaga orqangdan havorangli dinamit yuribdi? Yashil-ku, nimaga havorang deysan, qani? Rangini yana o'zgartiribdi-yu. Obbo. Mir, bilmadim, qattamnaqa paydo bo'ldi. Sen uying keldim o'shancha oylik olish uchun kelgan. Buni savollar research qilish uchun, javob olish uchun bu savolga qattamnaqa paydo bo'lib qoldi. Tushunmayapman, dinamit qaragan. Kapot, qanaqa dinamit qattam paydo bo'lib qoldi? Mana bilan qattam paydo bo'lib qolgani kapot. Nima bu o'zi? Qattamnaqa bo'lib qoldi. Voy, o'zim ham tushunmayapman. Yana paydo bo'lib ko'rasam havorang. Kapot, bunaqa yuravermang, uyimda qishloqda ham bunaqa yuravermang. Uyda o'tirgan bo'ldi. Mana senga oyligi xo'p, kapot. Men o'rtog'imdan maslahat ko'rishgaman, nimaligini buni. Bo'pti, o'rtog'ingdan tezroq so'rab ko'rgan, keyin sen yoning kelaman. Bo'pti, kapot. Mana buni qaranglar do'stlar, endi havorang dinamit paydo bo'lyapti. Men matiga qaytarishga borishim kerak. Oq qishloqning uyiga nima derkan endi u? Oq qishloq, salom. Salom. Oq qishloq, ko'rmayapsanmi endi men dinamitlarim? Ko'rmayapti hozir. Mana ko'ryapsam, dinamit ko'ryapsanmi? Kapot, nima qilyapsan? O'zim ham bilmayman, qishloqqa uzr uyini shunaqa ko'rman endi. Mana shunaqa izlab yuribdi endi orqamdan qattam unaqa. Kapot, eshigimni ham sindirib yubording-ku. Uzr qishloqqa senga o'zim matiga qaytarish keluvdim. Bo'pti, uyingdan bu yoqqa turing endi, mana senga eshiging. Kapot, menda ancha dinamit bor. Hozir davana xonasiga ichib ko'rma olaman-ku. Davay bo'lmasam tezroq bergin. Ato bilmayman qattamnaqa paydo bo'lishini. Kapot, baxya, mana ancha dinamit bu. Ichib ko'rgani yaxshi bo'lib qolsa kerak. Qani ichib ko'raychi bo'lmasam. Nima bo'ldi endi? Qani ketmayaptimi endi? Nima ko'k rangli paydo bo'lib qoldi endi, battar bo'ldi-yu. Obbo, yangi rang bo'lib qoldi-yu. Uzr, mana senga matigan. Kapot, yordam bermadimi? Yo'q, yordam bermadim. Mayli, nimadir qilarman, nimadir o'rtoqdan so'ramoqchi edim. Mana senga matigani, uzr uyini shunaqa qo'riman. Do'stlar, nima qilaman endi? Qishloqni shunaqa qo'riman, butun qishloqni dinamit bilan qo'riman. Shunaqa ham bo'laman endi. Mayli, borib ko'rlichi tezroq. Mana buni qaranglar, birinchi bo'lib qizil bo'ldi, oliv rang, sariq. Hamma tepga chiqib emas bo'ldi. Oligimni ham qo'yib oldik. Damalamalar yordam bermadi. Endi faqat ko'k, demak keyin siyoh rang qoldi. Agar kamalak rangi bo'lsa, tezroq merga borib so'rab ko'raychi, nima bo'layotgan ekan, o'rtoq bilan nima bo'layotgan ekan. Kapot, chiqib turib gaplashyapti nima o'rtoq bilan. Nima gaplashyaptiring? Mayli. Chizim qilgan deysanmi o'rtoq? Kapot, chiqib turib kelsan, to'g'ri gaplashmagandan keyin. Bo'pti, mir do'stlar, hozir mir so'rayotgan ekan. Mayli, bitta joyda o'tirishim kerak. Hozir bunaqa yurishim kerak emas. O'zim mayli tepaga chiqib qolarman. Keyin shu yerda o'tirib turaman. Uzr qishloqlar. Nima devorga ham dinamit rangi bo'lib qopti-yu, bo'yog'man dinamit. Mana shu qaranglar, mana shundan ko'rinadi. Hamma rang-barang ko'rdim qishloqning dinamit bilan. Nima siyoh rang, oxirgi rang kamalaydi. Obbo, siyoh rang bo'ldi endi. Ketimdan butun kun iz yuribdi rang-barangli dinamitlar. Mana buni qaranglar, oliv rang, qizil, sariq, xullas hamma kamalak rangi bo'ldi. Kapot, bu yoqqa tezroq kelgin. Bo'ldi, hozir mir yoningga boraman. Gaplashib bo'pti dedim o'rtoq bilan. Davay, ketdi bo'lmasam, ketdi mir. Nima bo'pti endi? Kapot, buni Greyfer bilan
teacher qilgan bo'lishi mumkin hatto o'rtog'im. Nima Greyfer bilan teacher? Kapot unaqa yuravermang xom uyimda. Bo'pti, uzr, nima qilsa bo'ladi endi? Va Minecraft yordamchilar chaqirdim. Ularni dinamitlarni olib tashlashadi. O'zim hozir yordamlashaman olib tashlashga. Bitta joyda o'tirib turgan, mana shu yerda o'tirib turgan. Men hozir nimadir qilib ko'raman. Yordamchilar chaqirdim, kelish kerak. Bo'pti, Mir, senga rahmat kattakon. Bo'pti, mana shu yerda o'tirib turaman, qimillamay turaman. Mana do'stlar, Mir hozir chaqiribdi yordamchilarni. O'zi ham dinamit olib tashlar ekan. Mana shu yerda o'tirib yorsam bo'ldi do'stlar. Qattamliq is paydo bo'ldi desam, Greyfer bilan teacher ekan-ku. Ana bo'ldi, senga rahmat kattakon teacher, juda ham zo'r bo'ldi. Bo'pti, Greyfer chaqirarsan yana bo'pti, bayrashga ketdim. Bo'pti, senga rahmat kattakon teacher. Ana endi bu qishloqni portlatsam bo'ladi. Bo'pti, Greyfer man ketdi, boshqa ishlarim ham bor mani hali. Bo'pti, teacher, bugun senga rahmat kattakon. Bo'lmasa mani kompotni qishlog'ini 13-qishloqni hozir yo'q qilaman. Bitta dinamit portlatsam, hamma dinamitlar portlaydi. Rang-barangli dinamitlar. Juda ham zo'r bo'ladi. Yana kamalak rangli. Davay bo'lmasa portlaymiz. Oppa, ana ketdi.